Sizning siydigingiz rangi organizmingizda kechayotgan jarayonlardan, kasalliklardan xabar beradi. Agar sizning siydigingiz rangi to'q sariq rangda bo'lsa, demak siz normadan kam darajada suv iste'mol qilyapsiz. Ya'ni organizmda suvsizlanish jarayoni kuzatilyapti. Bu holatda organizmda, buyraklarda tosh hosil bo'lish jarayoni kuzatiladi. Ya'ni tosh hosil bo'lish xavfi bor. Agar siydigingiz shaffof, tiniq rangda bo'lsa, demak siz keragidan ortiq darajada suyuqlik iste'mol qilyapsiz. Suyuqlik miqdorini normaga keltirish kerak. Ya'ni kunlik suyuqlik miqdori 1,5-2 litrni tashkil qilishi kerak. Agar siydigingiz rangi qizil, pushti rangda bo'lsa, demak buyraklarda tosh ko'chish jarayonlari, buyraklar shamollashi, onkologik jarayonlar kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Va nihoyat sizning siydigingiz rangi sariq, somon rangida bo'lsa, demak bu organizm uchun norma hisoblanadi. Ya'ni buyraklarda, siydik yo'llarida hech qanaqa o'zgarishlar yo'qligidan xabar beradi. Agar sizda ham yuqorida sanab o'tganimiz kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizning Dr. Mallayev klinikamizga murojaat qiling.